Barchaga salom va nihoyat 31-may kuni biz sevib tomosha qilib kelayotgan Kalmar o'yini 3-sezonining yangi katta treyleri chiqdi. Ushbu treylerda juda ko'plab sirli sahnalar, jumboqlar va yangi o'yinlar ko'rsatildi. Yaqin daqiqalar ichida sizlar bilan ushbu yangi treylerni tahlil qilamiz va savollarimizga javob olamiz. Shunday ekan, kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Dastlabki sahnalarda bir nechta o'yinchilar yangi o'yin xonasi tomon yurib borishayotgani ko'rsatildi. Yangi sahnada esa biz yangi katta qo'g'irchoqni ko'rdik. Kirib kelayotgan o'yinchilar esa qo'g'irchoqni ko'rib duxlari o'tirib qoldi va xavotirga tusha boshlashdi. Aftidan bu arqonda sakrash o'yini bo'lib, baland platformada gigant arqonni ushlab turgan qo'g'irchoq turibdi va o'yinchilar baland ko'prik ustida qo'g'irchoq aylantirayotgan arqondan sakrashlari kerak bo'ladi. Aftidan vazifa narigi tomonga o'tish deb o'ylayman. Agar kim sakray olmay qolsa, arqon unga tegib, uni pastga qulatadi va u halok bo'ladi. Keyingi sahnada Song Yixun xonaga kirib kelayotgan askarlarga jahl bilan "Nega meni hayotimni saqlab qoldinglar? Nega meni ham o'ldirmadinglar?" demoqda. Xabaringiz bor, 2-sezon oxirida Song Yixun do'stidan ayrilgandi. Ya'ni boss uni do'stini otib tashlagandi. Ammo boss Yixunni tirik qoldiradi va tovutda orqaga jo'natib yuboradi. Aynan bizga sahnalarning birida Song Yixun tirik holida tovutda xonaga qaytarishgani ko'rsatildi. Keyin esa hayda to'polon qilavergach, uni bir qo'lini kishallab qo'yishdi. U folbin ayol bilan kelisha olmayotgani ham ko'rsatildi. Keyingi sahnada folbin ayol boshchiligida o'yinchilar yangi o'yin xonasiga kirib kelishmoqda. Bu aftidan labirint xonasiga o'xshamoqda. Folbin ayol esa o'z qobiliyati bilan yo'lni topishga harakat qilmoqda. Videolaringiz uchun sifatli prevyular kerakmi? Unda aynan Preview Maker Muhammadillo siz uchun ajoyib sifatli 4K formatdagi prevyular tayyorlab bera oladi. Kanal silkasi opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. O'tib ko'rishingiz mumkin. Qilmoqda. Katta ehtimol bilan ularga ma'lum bir vaqt ajratiladi va shu vaqt ichida ular to'g'ri yo'lni topishlari kerak bo'ladi. Vaqt tugagach esa topolmaganlar o'ldiriladi. Ammo bir sahnada yerda o'lib yotgan odamlar ko'rsatildi. Unda tumori bor ayol ham yerda qonga belanib yotganga o'xshamoqda. Aftidan bu o'sha 044-raqamli folbin ayol bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ular guruhlarga bo'linganga o'xshaydi. Demak, ular bir-birlariga qarshi ham bo'lib chiqishadi. Yana bizga svetoforlarni ham ko'rsatishdi. Bu svetoforlar katta ehtimol bilan yuqorida aytib o'tganim, ya'ni arqondan sakrash o'yiniga tegishli bo'lib chiqadi. Keyingi sahnada o'yinchilar rangli jiletlarda gumbal mashinasi oldida turishibdi. Bu o'yin omadga asoslangan bo'lib, har bir gumbal ichida o'yinchilarning taqdirini belgilovchi topshiriqlar yoki jazolar bo'lishi mumkin. Keyingi sahnada esa bizga 120-o'yinchi, ya'ni trans qiz va 226-o'yinchi o'rtasida bo'layotgan jang sahnasi ham taqdim etildi. Unda trans qiz 226-o'yinchini yerga ag'dardi. 120-o'yinchi oldin, ya'ni erkaklik paytida harbiy bo'lgan, keyin esa asbobi turmay qolgach trans bo'lishga qaror qilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, sahnalarning birida o'yinchilar xonasini kuzatib o'tirishgan ikkita ayol homiylar ham ko'rsatildi. 3-sezonda nafaqat erkak zodagonlar, balki ayollar ham bo'ladi. Bundan tashqari bir sahnada ona-bola o'yinchilar ko'k va qizil jiletlar kiyib olishgan. Aftidan ular bir-birlariga qarshi bo'lishadi yoki birinchi o'yindan keyin yana ovoz berish o'tkazilgan va unda ona-bola turli yo'llarni tanlashgan bo'ladi. Anig'ini esa albatta serial chiqqach bilib olamiz. Va nihoyat so'nggi sahnada Song Yixun 456 raqami tushirilgan kostyum shimda qora maskali bossni oldiga kirib bormoqda. Bundan bir nechta taxmin qilishimiz mumkin. Ehtimol Song Yixun barcha o'yinlarda g'olib bo'lgan va so'nggi o'yinchi sifatida bossni oldiga kirmoqda. Balkim bossni o'zi choypoy qilishga uni taklif qilgandir. Nima bo'lganda ham menimcha bu so'nggi qismda sodir bo'ladi. Balkim bu Song Yixunga yangi rahbar bo'lishni ham taklif qilishi mumkin. Nima bo'lganda ham Song Yixun g'olib bo'lishi kutilmoqda. Shu bilan Kalmar o'yini 3-sezon yangi katta treyleri ham o'z nihoyasiga yetdi. Xulosa qiladigan bo'lsak, 3-sezonda kamida 4 ta o'yin bo'ladi. Har bir o'yindan keyin sezilarli darajada o'yinchilar kamayib boradi va pul ham ortadi. Bundan tashqari,
O'yin orolini qidirayotgan politsiyachi, ya'ni qora niqobli ukasi ham orolni topadi. Xabaringiz bo'lsa, 222-o'yinchi homilador edi. Ushbu o'yinlar davomida u farzandli bo'ladi. Ammo o'zi tirik qoladimi yoki o'yinlarda vafot etadimi, bunisi aniq emas. Taxminlarga ko'ra, u vafot etib, chaqaloq kampirga qolishi mumkin. 3-mavsum ko'rinishdan oldingilarga qaraganda yanada siyosiyroq, globalroq va psixologik jihatdan chuqurroq bo'ladi. O'yinlar nafaqat jismoniy omon qolish uchun, balki ruhiy tahlikani kuchaytirish uchun yaratiladi. Treylerda ko'rsatilgan yangi qo'g'irchoqlar esa syujetni yanada qiziqarliroq qiladi. Serialning 3-mavsumi 2025-yil 27-iyun kuni Netflix platformasida namoyish etilishi rejalashtirilgan. Darvoqe, barcha qismlar bir kun ichida taqdim etiladi. Mana azizlar, bugungi tahlilimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar ba'zi bir qolib ketgan sahnalar yoki detallar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Shunda boshqalar ham uni o'qib, bilib olishlari mumkin bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar.